Avtopatrul Toshkent viloyatiga safar uyushtirdi. Ushbu safar davomida targ'ibot tashviqot ishlariga, reyd jarayonlariga, sayyor sudga guvoh bo'ldi. Hozir shu haqda gaplashamiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 20-fevral kuni O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati xavfsizligi tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun qabul qilindi. Ushbu qonunni keng ommaga yetkazish, yo'l transport hodisalarining oldini olish, sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning sonini kamaytirish, shuningdek, harakat ishtirokchilarining huquqiy bilimini oshirish va jazo muqarrarligini ta'minlash maqsadida Toshkent tumanida sayyor sud o'tkazildi. Ushbu sayyor sudda ma'muriy ishlari ko'rib chiqilayotgan fuqarolardan tashqari 5 tadan ortiq yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilar ham ishtirok etishdi. Sayyor sud davomida yo'l harakati qoidalarining buzilishiga doir 22 ta ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha materiallar ko'rib chiqildi. Toshkent tuman yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi binosida sayyor sud o'tkazildi. Sayyor sud davomida 133, 131 ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning moddalari nazarda tutilgan ishlar ko'rib chiqildi. Barcha ko'rilgan ishlar bo'yicha qonunda belgilangan jazolar tayinlanadi. Bundan tashqari fuqarolarga, yig'ilgan fuqarolarga huquqbuzarliklarni oqibatlari natijasida fuqarolarga ziyon yetkazilishi mumkinligi va tegishli huquqbuzarlik sodir etilgan taqdirda tegishli qonunda belgilangan jazolar tayinlanishi mumkinligi to'g'risida tushuntirishlar berildi. Asosiy ko'zlangan maqsad boshqa fuqarolar tomonidan ham bu huquqbuzarlikni sodir etishini oldini olish maqsad bo'ldi. Sayyor sud so'ngida mast holda transport vositasini boshqargan 3 nafar fuqaro transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil va 6 oy muddatga mahrum etilib, qo'shimcha bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobarida jarima belgilandi. Yo'l harakati qoidalarini buzgan qolgan fuqarolarga esa turli xil miqdordagi jarima summalari qo'llanildi. Yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'llardagi xavfsizlikni ta'minlash, qoidabuzarliklarga chek qo'yish maqsadida Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani va shahrida tungi profilaktik reyd tadbirlari o'tkazildi. Hali haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan avtomobil boshqarayotganlar tez-tez kuzatilmoqda. Jarayonlar davomida shunday fuqarolar aniqlandi. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida xizmatlarimiz davomida Matiz rusumli transport vositasi 10C186EB bo'lgan transport vositasini to'xtatib tekshirgan vaqtimizda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmaganligi aniqlandi. Bu bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarimadan qo'yildi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahrida maxsus reyd tadbirida markaziy ko'chalarda harakatlanib kelayotgan BYD rusumli davlat raqam belgisi 10T373XA bo'lgan transport vositasi yo'l harakati qoidalarining 86-bandini qo'pol ravishda buzib kelganligi uchun to'xtatilganda haydovchi hech qanday me'yoriy hujjatlarsiz transport vositasini boshqarib kelganligi aniqlandi. Hozirgi vaqtda haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 135-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida maxsus reydlar o'tkazilganda 01B396TS bo'lgan Matiz avtomobilining haydovchisi to'xtatib tekshirilganda haydovchilik guvohnomasi yonida yo'qligi aniqlanib, avtomobil vaqtincha jarima maydoniga qo'yildi. Reydlar davomida aniqlangan holatlar bo'yicha tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, avtoulovlar vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Hozirgi kunda aholining aksariyat qismi ijtimoiy tarmoqlarda faollik ko'rsatib, kundalik ishlari, hayotida sodir bo'layotgan voqealarni sahifalariga joylab bormoqda. Shu o'rinda ayrim fuqarolar qonunchilikdagi normalarni qasddan buzib, buni ijtimoiy tarmoqlarda ko'z-ko'z qilish holatlari ham uchrayapti. Shu sababli yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan ijtimoiy tarmoq sahifalari doimiy kuzatilib, shunday toifadagi huquqbuzarlarga tegishli choralar ko'rilmoqda. Navbatdagi qahramonimiz o'ziga tegishli bo'lgan Li-9 rusumli transport vositasini 2012-yilda tug'ilgan hali 13 yoshga to'lmagan farzandiga boshqarishni topshirib, hatto ushbu holatni tasvirga olgan. O'g'li esa bu holat aks etgan videoni ijtimoiy tarmoq sahifasiga joylab, layklarga sazovor bo'ladi. Biroq mashhurlikning badali jarima maydoni bilan yakunlandi. Otaga esa tegishli tartibda qonuniy chora ko'rildi. Ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni o'zingizning sahifangizda yosh bola avtotransport vositasini boshqarganligini ko'rdik va siz bunga qanday izoh berasiz? To'g'ri, 3-4 kun oldin o'g'lim ijtimoiy tarmoqlarda mashina haydagan videosini qo'ygan ekan. Bu noto'g'ri ishligini bildik, tushuntirishlar olib borishdi. Ota-onalarga ham tavsiyam, voyaga yetmagan bolalarga mashina haydashga ruxsat berishmasin. Qilgan ishimizdan afsusdamiz.
13 yoshli bola boshqaruvda bo'lgan vaqtda turli yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi mumkin edi. Hurmatli ota-onalar, farzandingizning hozirdan qonunlarni chetlab o'tishiga yo'l boshchi bo'lib qolmang. Yo'l transport hodisalari tahlillariga qaralsa, har ikki holatning biri piyodalar ishtirokida sodir bo'lishi kuzatiladi. Afsuski, bularning oqibatida yengil, og'ir tan jarohatlar olish bilan birga o'lim holatlari ham qayd etiladi. Mavzuga yanada chuqurroq kirib borilsa, faqatgina haydovchilar emas, piyodalar ham harakat qoidalarini buzishlari yuzaga chiqadi. Shu bois Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan qoidabuzar piyodalarni aniqlash borasida profilaktik reyd tadbirlari o'tkazilyapti. Xavfsiz hudud profilaktik reyd tadbirlarimiz Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida davom etmoqda. Ushbu reyd tadbirlarida piyodalar uchun maxsus yo'laklardan o'tishlari hamda velosipedchilarning maxsus yo'laklarda harakatlanishi uchun ular bilan profilaktik ishlar amalga oshirilmoqda. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yo'llarda harakatlanayotganingizda piyodalar uchun maxsus yo'laklardan o'tishlaringizni hamda yo'l belgilariga amal qilib harakatlanishingizni so'rab qolamiz. Yo'l harakat qismidan piyodalar o'tish joylaridan o'tayotgan vaqtlarda uyali telefon vositasida foydalanish, nashriyot, kitob nashriotlari, gazeta, jurnallar, naushniklardan foydalanib, yo'lni harakat qismidan kesib o'tib bo'lmaydi. Bunga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 138-moddasi bu. Yo'l harakat qoidasi 19-bandi. O'shanda yozib o'tiladi. Piyodalarning o'zining majburiyatlari, yo'llarda qanday harakatlanish kerakligi, yo'llarda qaysi hollarda o'tish mumkinligi, qaysi hollarda o'tish mumkin emasligi, svetoforning chiroqlariga o'qimaganmisiz siz? Maktab vaqtida o'rgatilganmi? O'rgatilgan. Qarang. Yo'llarda qarang, tartibga solingan chorrahamiz bor. Tartibga solingan chorrahada piyodalar o'tish uchun maxsus yo'laklar qilingan. Zebrasiz. Nega siz yo'l harakat qismini belgilanmagan joyda kesib o'tyapsiz? Yo'l harakat qismini ya mashina endi o'zingizni hayotingizni xavf ostiga qo'yib turib, transport vositasini qatnov qismi yo'l harakat qismida kesib o'tyapsiz. Bu mumkin emas. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksi 138-moddasi bor. Bu bo'yicha. Qoidabuzarligingiz bo'yicha. Qarang, ozgina yursangiz, shu yerda siz uchun o'zingiz hayotingizni xavf ostiga qo'ymasdan, siz uchun maxsus belgilangan piyoda o'tish yo'lakchasini o'tish kerak edi. Bunaqa harakatlanish kerak emas. Bu kabi holatlarda qoidabuzar piyodalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli profilaktik suhbatlar olib borilyapti. Odobni beodobdan o'rgan degan gapni eshitgansiz-a? Bu gaplar bekor aytilmagan. Chunki bir insonning qilgan xatosini ko'rib, siz undan xulosa qilasiz va kelgusida shu xatoni takrorlamaslik choralarini ko'rasiz. Afsuski, oramizda mana shu xatolar ortidan mashhur bo'laman deb yurgan xom xayollar uchrab turibdi va ularning xatti-harakatlari jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lmoqda. Har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozu. Bu gap bejiz aytilmagan. Nima uchun inson o'zidagi yo'q narsalarni bor qilib ko'rsatishga, maqtanishga harakat qiladi? Bu savol har doim muhim bo'lib kelgan. Hozir sizning e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan mavzuyimiz ham xuddi shu yo'nalishda. Ya'ni katta yo'llarda maqtanchoqlik qilib, jamoa bo'lib transport vositasida harakatlanish hamda uni ijtimoiy tarmoqlarga joylab maqtanish. Yana eskirmaydigan, dolzarbligi jamoatchilik tomonidan keng muhokamalarga sabab bo'ladigan mavzuga to'xtalamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim toifadagi haydovchilar faollik ko'rsatishadi. Qaysi ma'nodaki ularning tashabbusi yo'llardagi qo'pol tarzdagi qoidabuzarliklar bilan gavdalanadi. Tasvirlarda ko'rib turganingiz holatlarni Toshkent viloyati hududidagi qoidabuzar haydovchilar amalga oshirgan. Video tasvirlarda ko'rib turibmizki, siz yo'l harakati qoidalarini bir emas, bir necha bor buzib harakatlangansiz. Nima sababdan ushbu harakatlarni amalga oshirdingiz? O'sha odam chiquvdi, odam olish uchun o'tgan edim, to'xtagan edim. Bittasini yo'ldan siqib qo'yibman, qisib qo'yibman. O'sha uchun shunaqa bo'ldi. Keyin poyezd yo'lidan o'tayotgandim. O'sha shlakabon tushib qoldi. O'sha o'tib ketib qoldim. Qilgan ishimdan hammasini afsusdaman.
hammadan bu holat uchun hammadan kechirim so'rayman. Bu holat boshqa qayta olmaydi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Chirchiq shahri aholisi ayrim transport vositalarini harakatidan noroziligi yuzasidan video tarqaldi. Holat yuzasidan videoda tasvirga olingan transport vositalari yo'l harakati xavfsizlik xizmati binosiga chaqirtirildi. Haydovchilarning barchasi bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ularning ya'ni ushbu harakatlarni amalga oshirmasliklari, shuningdek, bunday harakatlar ma'muriy javobgarlik sabab bo'lishiga bo'yicha tushuntirishlar olib borildi hamda haydovchilarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Bu kabi holatlarning hech biri qonun oldida chetda qolmaydi, garchi ancha vaqt o'tsa ham.